Assalomu alaykum. Universitetlar, oliy ta'lim, tadqiqotlar, ilm-fan va tafakkurga bag'ishlangan bu kanalga e'tiboringiz uchun katta rahmat. Oldingi videomiz Oksford shahri va universiteti bilan tanishuv videosi edi. Unda biz universitet, uning tarixi, kollejlari haqida gaplashdik. Somerville kollejini hamyurtimiz Iqboljon Sobirov boshchiligida aylangan edik. Somerville kolleji misolida Oksford kollejlaridagi o'qish, hayot va darsdan tashqari hordiq chiqarish va boshqa mashg'ulotlar haqida ham gaplashgan edik. Somerville'da mehmon bo'lgan kunim Iqboljonning ilmiy faoliyati haqida ham batafsil suhbatlashdik. Oksfordga borishdan oldin Telegram kanalim o'quvchilariga Oksford haqida, universitet, kollejlar haqida, u yerda tadqiqot qilish haqida va boshqa mavzularda savollar berishlarini so'ragan edim. Iqboljon bilan suhbatimiz davomida bu savollarning ba'zilariga javob oldim. Bugungi video shu suhbat va javoblarni o'ziga jamlagan. Bundagi suhbatimiz ilmiy suhbat bo'lib, nafaqat Oksford yoki boshqa Britaniyaning yetakchi universitetlarida tibbiyot yoki sun'iy idrokka oid tadqiqot qilishga qiziqadigan tomoshabinlar, balki umuman zamonaviy tadqiqotlar va bularning hammasining kelajakdagi hayotga ta'siriga qiziqadigan tomoshabinlarga ham qiziq bo'ladi degan umiddaman. Videoni tomosha qilgandan keyin savol yo mulohazalaringiz, fikr yoki takliflaringiz bo'lsa, kommentariylarda yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Endi suhbatga o'tsak. Iqboljon, siz Oksfordga qanday kelgansiz? Oksfordga kelganingizda birinchidan kelganingizga qancha bo'ldi va Oksfordga kelguningizcha bo'lgan tarixingiz ozgina aytib berasizmi? Ha, bo'ldi. Oksfordda hozir 3-yilimni boshladim. Yanvarda kelganman, hozir fevral. Demak, 3-yilni boshdamiz. Ya'ni doktoranturani boshlaganimga shunaqa bo'ldi. Eng birinchi o'zi 2022-yil yozda kelganman, visiting fellow bo'lib. Shu hozirgi ishlayotgan komandamizga kelib, yozgi praktika deymiz-ku. Shu kabi praktika qilib ketganman. U paytda Abu Dabida magistraturaimni qilayotgan edim. 2 yillik Shayx Zayed yo'q, Shayx Zayedmidi? Muhammad bin Zayed. Muhammad bin Zayed, uzr, Shayx Zayed universiteti. Sun'iy intellekt universiteti. Universiteti. Sun'iy intellekt universiteti. Ya'ni bu shunchaki universitet emas, sun'iy intellektga ixtisoslashgan. Va hozirgi shu gap kelganda aytib ketay, hozirgi qilayotgan tadqiqotingiz ham aynan sun'iy intellektga bog'liq. Meditsinada, ya'ni tibbiyotda juda ham qiziq. Masalan, men Iqboljon haqida o'sha Oksford universitetining saytida o'qib ko'rganimda, sun'iy intellektning o'sha cardiovascular inglizchada, o'zbek tilida yurak qon tomir meditsinasi tibbiyotidagi qo'llanish haqida. Xuddi shunaqa. Va aynan shu mavzuga kelganimiz uchun hozir birdaniga so'rab o'tib ketay. Nimani tadqiqot qilasiz va oxir oqibatda bu tadqiqotingiz natijasi nima bo'ladi? Bizni asosiy ishimiz yurak qon tomir kasalliklari bo'yicha juda ham katta ma'lumotlar bazasi bor. 4 million bemorlarning 250 ming patsientlarning bemorlarning ma'lumotlari yig'ilgan. Biz u yerda asosiy qiladigan ishimiz diagnoz va prognoz qilish, ya'ni tashxis qo'yish va prognoz qilish. Bu bizga oldindan kasallikni aniqlashga imkoniyat beradi. U kasallik turli xil, ya'ni yurak qon tomirlarining turli xil kasalliklari bo'lishi mumkin, yurak xuruji bo'lishi mumkin yoki tromb paydo bo'lishi yoki bo'lmasam stroke, stroke o'zbekchasi infarkt deyiladimi? Infarkt, insultlarni oldindan deganimiz 5 yil yoki 10 yil oldindan ya'ni prognoz qilib bera oladigan, riskini aytib bera oladigan va o'shanga asoslanib turib, demak, patsientlarni guruhlashtirib beradigan modellar yaratamiz. Ajoyib, juda ham. Ya'ni kelajakda o'sha yurak kasalliklari, juda ko'p odamlarni har yili millionlab odamlarning o'limiga sabab bo'ladigan kasalliklarni davosini topish va ularga nisbatan o'sha strategiyalar, ya'ni aynan sun'iy intellekt, sun'iy idrok ishlatib ularga davosini topishga yordam beradi. Chunki yurak qon tomir kasalligi dunyo bo'yicha ham, O'zbekistonda ham eng ko'p o'limga olib boruvchi kasallik. Va ya'ni rakda o'sha saratondan ham ko'ra ko'proq. Saratondan ham ko'ra ko'proq. Saratonni xavfliroq deb ko'rinishi, progressiyasi juda tez. Yurak qon tomirlari bo'lsa, uzoq yillar davomida olib borib keyin o'limga olib boradi. Va ma'lumotlar yig'ilgan bo'ladigan bo'lsa, katta ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, sun'iy intellektdan juda ko'p imkoniyatlar qilish mumkin u yerda.
shu aytganimizdek juda ko'p ishlarni avtomatlashtirishimiz mumkin va oldindan prognoz qilishimiz va meditsinani shaxsiylashtirishimiz, personalized medicine deymiz. Ya'ni har bir bemor uchun maxsus o'sha programmalar, maxsus davo, maxsus va hokazo. Xuddi shunday maxsus dori-darmon desak ham bo'ladi. Dori-darmon. Ya'ni siz uchun ishlatiladigan dori-darmon men uchun to'g'ri kelmasligi mumkin. Ya'ni sizni biologiyangizdan kelib chiqqan holatda sizga to'g'ri keladigan dori-darmon taklif qilinadi va meni biologiyamdan kelib chiqib menga alohida demak dori-darmon taklif qilinadi. Meni umumiy demak PhD mavzuyim shu shaxsiylashtirilgan tibbiyotga yo'naltirilgan. Ajoyib. Video Oxford haqida bo'lgani uchun men endi Iqboljondan Oxford haqida ham savol bermoqchiman. Oxforddan mabodo ketadigan bo'lsangiz, eng ko'p sog'inadigan jihatingiz, ya'ni Oxfordning qaysi jihatini eng ko'p sog'inaman deb o'ylaysiz? Nimasi yoqadi? Qaysi jihatlari boshqa joylarga o'xshamaydi, qaysi jihatlari o'sha o'ziga xos shu tomonlama? Menimcha fikrlashdagi erkinlik eng ko'p yoqadigan qismi. Ya'ni ilmiy ish qiladigan bo'lsangiz ham sizda shu o'zingizni fikrlaringizni xohlagan holatda, keng holatda, chuqur holatda va resurslar bilan birgalikda qidirish, izlanish imkoniyatingiz bor. Bu narsa boshqa joylarda ham topsa bo'ladi, lekin bu yerdagi erkinlik va bu yerdagi aytaylik environment, muhitni o'zi sizga fikrlashingizga ko'proq turtki bo'ladi deb aytolmayman. Menimcha mana shu abstraktni narsani o'zi katta rol o'ynaydi va shu narsani menimcha eng ko'proq sog'insam kerak. Ajoyib javob. Siz hozir abstrakt dedingiz bu narsani. Aslida mana hozir videoni boshidan kollejga kirib kelib, kollejdagi hamma o'sha shart-sharoitlarni gaplashdik. Kollejdagi yotoqxonalarni, turli yotoqxonalar, binolar, kutubxonalar, undan tashqari o'sha hordiq chiqaradigan joylarni ham ko'rdik. Aslida menimcha siz hozir aytgan javobingizga bog'lash mumkin, balki sizni o'zingizni yana qo'shimcha qilishingiz ham mumkin xohlasangiz. Chunki men endi Cambridge, Oxford juda bir-biriga o'xshaydi dedim. Bu sharoitlar aynan sizga xohlagan ishingizni qilishda, hech narsaga chalg'imasdan, hech narsani o'ylamasdan o'zingiz xohlagan ishingizni qilish uchun yaratilgan sharoitlar. Ya'ni siz aytganingiz o'sha fikr erkinligi deganingiz, fikr erkinligi, tadqiqot erkinligi, xohlagan mavzuyingizda o'zingiz qiziq va o'zingiz muhim deb hisoblagan ishingizni qilasiz. Siz agar Oxfordga keladigan darajada, ya'ni Oxford shart-sharoitiga javob beradigan darajada olim bo'lsangiz, sizni qabul qilishgan bo'lsa shu joyga, sizga o'sha boyagi xonalarga, umuman kollejda yopiq ko'pchilik, masalan, Britaniyada tanqid qilishlarining sabablaridan bittasi ham shuki, kollej bir yopiq jamoa deyiladi. Aslida ham shunday. Kollejlar yopiq jamoa, lekin bu yopiq jamoa bo'lishini ortida sabab kollej a'zolariga hamma tomonlama qulay sharoit yaratib berish va bu sharoitda siz o'zingiz xohlaganday, o'zingiz muhim deb hisoblagan tadqiqotingizni qila olish uchun imkoniyat berish. Ya'ni menimcha ham o'sha Oxfordni ham, Cambridgeni ham o'sha shuncha asrlar davomida mashhur bo'lib ketishini ortida ham baribir shu narsa tursa kerak deb o'ylayman. Bo'ladi, ha. Bu yerda endi siz aytgandek qabul qilinib bo'ldingizmi? Demak, siz bu universitet a'zosi bo'lganingizdan keyin endi mana shu boyaroqda ham aytganingizdek, o'zingizni olib kelgan qiymatlaringiz bilan universitetni reshape qilish imkoniyatingiz bor. Ya'ni qayta shakllantirish, universitetni yangilash va universitetda keyingi etapga olib chiqishingiz bu endi sizni imkoniyatingiz bo'ladi. Har bir avlod o'sha yangilaydi-da bu universitetni. Boshqa umuman jamiyat yangilanganidek universitet ham yangilanadi va yana bitta jihati boya hozir xilma-xillik haqida gaplashdik. Ko'rganingizdek, chapelga kirganimizda turli dinlarning muqaddas kitoblari turibdi. Har bir dinga, har bir insonga, har bir qadriyatga hurmat. Chunki turli joylardan kelgan odamlar o'zi bilan turli fikrlar olib keladi, turli tajriba olib keladi. Endi bilim olib kelishi u aniq narsa va bularning hammasi yig'ilib
qanaqadir oldin ko'rilmagan yangi narsalar yaratish uchun Xuddi shunday. eng zo'r foyda bor. Afsus deb aytaman, dunyo hozir bo'linib ketyapti juda ham ko'p. Bu hukumatdan boshlab o'sha Amerikadagi hukumat haqida ham gapirish mumkin. Iloji boricha o'sha chetdan keladigan, sizga o'zlariga o'xshamaydigan, sal tanasining rangi, terisining rangi boshqacha, sal qadriyatlari boshqacha odamlarni kirgizmaslikka harakat qilayotganlar ko'payyapti. O'sha odamlar ham endi salgina chuqur o'ylab ko'rsa, menimcha bu narsani tushunadi. Chunki xilma-xilliklar uchrashganda yangilik yaratiladi. To'g'rimi? Yana ozgina tadqiqotingiz haqida gaplashadigan bo'lsak, ozgina savol bermoqchiman tadqiqotingiz haqida. O'zbekistonda kelajakda, masalan, o'sha sizda juda bir qiziq ikkita dunyoni tadqiqotingiz birlashtirgan desa bo'ladi. Bir tomondan sun'iy idrok, ikkinchi tomondan tibbiyot. O'zbekistonda mana shu ikkala yo'nalish deymizmi, ikkala soha deymizmi, shularning ikkalasini qo'shilishini kelajagi haqida ozgina gaplashsak. Ya'ni birinchi navbatda o'sha tibbiyot sohasidagi yangiliklar, qanday yangiliklar qilinadi kelajakda sizningcha, yoki masalan bu hozir siz qilayotgan tadqiqot yordamida, sun'iy idrok yordamida dunyo bo'yicha ham albatta ta'siri kuchli bo'ladi, lekin aynan O'zbekiston sharoitida qaysi muammolarni yechishda yordam berishi mumkin bu narsa? Hozir O'zbekiston bozorida ham tibbiyotda, ham sun'iy intellekt sohasida demak juda ham ko'p imkoniyatlar bor. Bozor hali to'yinmagan va qilish uchun imkoniyatlar rosa ko'p. Va kelajakka qaraydigan bo'lsak, sun'iy intellektni qanday qilib demak tibbiyotda yordam beradi deydigan bo'lsak, aynan O'zbekiston sharoitida eng ko'p yordam beradigan holati bu chekka joylardagi ishlarni avtomatlashtirishda va ularni standartlashtirishda katta yordam beradi. Bu misol tariqasida aytsak, ko'krak qafasi saratoni, eng ko'p ayollarda eng ko'p uchraydigan saraton. Bu narsani skrining jarayonidan o'tkazishadi va juda ko'p holatlarda tajribaga asoslangan holatda demak skriningdan o'tayotganda xatolik bilan o'tkazib qolishi mumkin. Va sal boyroqda aytganimizdek, o'sha saraton kasalligini progressiyasi juda ham tez bo'lganligi uchun demak xavfli, juda ham yuqori xavfli kasallik hisoblanadi. Va shunaqangi skrining jarayonlarida, misol uchun katta miqdorda butun O'zbekiston bo'ylab yig'iladigan ma'lumotlarni avtomatik tarzda tezlik bilan tahlil qilish, analiz qilish va uni boshlang'ich natijasini, aytaylik, yuqori riskdagi odamlarni ajratib berish va ularga prioritet qilib ko'proq e'tibor qaratish imkoniyatini ta'minlab beradi. Ana shuni qurol sifatida o'zlari foydalanib turib, demak tajribasini va qilayotgan ishlarini yuqori sifatga olib chiqishi mumkin bo'ladi. Ajoyib, ajoyib. Oksfordga kelishimdan oldin Oksford haqida video qilaman va Iqboljon bilan uchrashaman deb Telegram kanaldagi o'quvchilarimga murojaat qilgan edim va ulardan ba'zilari Iqboljonga Oksford haqida va umuman tadqiqot haqida savollar berishgan. Shulardan bir ikkitasini hozir berib ko'rsak. Nodirbek O'zbekiston savol beradilar. Bir vaqtlar atom bombasi ham tinchlik, insoniyat farovonligi uchun xizmat qilish uchun yaratilgan edi. Dastlab va hozirgi kunda sun'iy intellekt, sun'iy idrok ham yaxshi maqsadlarda va ilm-fan taraqqiyoti yo'lida foydalanilmoqda. Ushbu kashfiyotni kelajakda yomonlik, insoniyatning tanazzuliga xizmat qilmasligi uchun nima qilish kerak? To'g'risini aytadigan bo'lsak, atom bombasi bilan solishtirilishi juda yaxshi solishtirma bo'lgan mening fikrimcha. Va bu yerda atomning yadroviy qurollarni ishlatilishini sababi ortida albatta odamlarni o'zi bor, ya'ni inson faktori bor va o'sha inson omili sababli demak yomon oqibatlar kelib chiqadi. Sun'iy intellektda ham xuddi shunaqa demak o'tkir tomoni ham bor. Xavfli tomoni ham bor. Odamlarga zarar yetishi mumkin bo'lgan tomoni ham bor. Ha, shunday. Va bu yetkazishi mumkin bo'ladigan zararlar inson omili bilan gina bo'ladi. Faqat inson turishi mumkin buni ortida demoqchisiz. Shunaqa, ya'ni inson qurol sifatida ishlatgandagina demak sun'iy intellekt qurol sifatida xavf sifatida kelishi mumkin. Buni qanday oldini olishimiz mumkin deydigan bo'lsak, yakka bir
jamiyatga yoki yakka bir guruhga barcha kuchni berib qo'ymaslik kerak va kuch taqsimlangan holatda ko'plab demak davlatlarda va ko'plab jamiyatlarda bo'lishi kerak. Mana shu sababdan ham misol uchun hozir Amerika juda ham qo'rquv ostida desak bo'ladi, politik tarafdan qaraydigan bo'lsak, chunki Xitoy mana shu sun'iy intellekt sohasida yetib olyapti Amerikaga va o'zib ketish imkoniyati bor va shu sababdan ham demak Amerika ozgina cho'chib turibdi bu narsadan. Lekin yakka kuch sifatida bittagina davlat bo'lishi bu albatta demak balansni chiqaradi. Balansni buzilib ketishiga olib keladi. Juda ham zo'r hozir gapirdingiz, chunki aynan o'sha savolga javob sifatida savoldagi qiyos, yadro quroli bilan sun'iy idrokning qiyosini agar oladigan bo'lsak, yadro qurolini endi ishlatilgan albatta Yaponiyada ishlatilgan Hiroshima Nagasakida, lekin butun dunyoni qirib insoniyatni qirib yubormasligini sababi ham aynan o'sha turli davlatlarda bo'lishi uni. Agar o'sha Sovet ittifoqida ham bo'lmaganida balki ko'proq ishlatilgan bo'lar edi va sun'iy idrok ham xuddi shunday. Endi olimlarning gapi baribir olimlar har doim hamisha bilimdan butun insoniyat foydalanishi kerak degan fikrni bildiradi. Afsuski siyosatchilar hamisha ham olimlarga quloq solishavermaydi, lekin endi nima ham qilamiz deydi-ku. Mayli, keyingi savolni beray. Bu sal o'sha amaliyroq savol. Islomov Jahongirning savoli. Oksfordda magistraturada o'qish uchun ham moliyaviy, ham salohiyat tomonidan qanday imkoniyatlar bo'lishi kerak va eng muhimi, kelajakda bolalarimizni o'qitishimiz uchun qanday tayyorgarlik ko'rishimiz kerak va ularni ko'proq nimalarga qiziqtirib borishimiz, qanday tayyorlashimiz kerak, shu haqida ham batafsil gapirib bersangiz katta rahmat debdilar. Siz albatta PhD qilyapsiz, PhD tadqiqot bilan shug'ullanyapsiz, lekin balki o'sha kollejingizdadir, kutubxonalarda, fakultetda magistrlar bilan ham suhbatlashsangiz kerak. Shu savolga endi ozgina o'zingizning fikringizdan javob bersangiz. Albatta. Demak, grantlar masalasini aytadigan bo'lsak, Oksfordda mingdan ko'p grant turlari bor va universitetga topshirgandan keyin mana shu grant masalasini o'ylasa bo'ladi. Demak, o'zbekistonliklar uchun mos keladigan juda ham ko'p turdagi grant holatlari bor, variantlarimiz bor va shuning uchun ayta olaman, demak, moliyaviy jihatdan hech qanday baryera yo'q, hech qanday to'siq yo'q va qo'rqmasdan topshirish imkoniyati bor. Va topshirib ko'rgandagina demak natijani ko'rasiz. Ya'ni aytmoqchi bo'lganingiz, agar pulingiz bo'lmagan taqdirda ham Oksfordga topshirmasligim kerak, pulim yo'q-ku demaslik kerak deyapsiz. Ya'ni odatiy stereotip nima? U yerlar juda qimmat va u yerlarda o'qish imkoniyatimiz yo'q degan, ya'ni keng O'zbekiston darajasida oladigan bo'lsak, shunaqangi stereotip bor. Bu narsa demak to'g'ri emas va grant olish imkoniyatlari juda ko'p, xususan magistraturada ham. Magistraturaga kirishda oladigan bo'lsak, umuman universitetning o'zida bakalavrda ham, magistraturada ham, doktoranturada ham qaraydigan yakka bir narsasi bu insonni noodatiyligi va uniqueness, o'ziga xosligiga ko'proq e'tibor qaratadi va insonni baholayotganda butun portfoliosi deymiz, butun portfoliosiga qarab turib, qanday xususiyatlarga va qanday xosliklarga egaligiga qarab turib baho beradi va yoshlarni tarbiya qilishda aytadigan bo'lsak, yoshlarga o'zlari qiziqadigan narsani aniqlashiga imkoniyat berish kerak va o'zlariga qaysi narsa yoqadi va qaysi narsada kuchli tomoni bor, ya'ni talanti bor ekanligini qidirib ko'rishiga imkoniyat berish kerak va qiziqishlarini keyin qo'llab-quvvatlash kerak. Shunchaki bu shu narsaga qiziqar ekan deb keyin sharoit yaratmasdan shunchaki tashlab qo'ysa ham baribir keyinchalik o'sha qiziqish so'nib ketishi ham mumkin. Xuddi shunaqa, ya'ni ota kasb bo'lish shart emas. Ota kasb bo'lish shart emas. Endi O'zbekistonda ota kasb, meni o'zim lekin ota kasb bilan shug'ullanyapman hozir, aytib o'tishim kerak. Otam ham universitetda dars beradilar, lekin ota kasb bo'lish shart emas. Aytmoqchi bo'lganlari hozir yoshlar nimaga qiziqsa, ayniqsa, endi men boya gap orasida Iqboljonga aytib o'tdim, tarixchiman, tarix bilan shug'ullanishsin mayli yoshlar xohlashsa, agar qiziq bo'lsa ularga. Lekin ko'proq, agar meni shaxsiy fikrim, ko'proq yoshlarimiz
aniq fanlar bilan shug'ullanishsa, insoniyatga haqiqatda odamlarning og'irini yengil, og'rig'ini kamaytiradigan, dardini oladigan sohalar bilan shug'ullanishsa va shu sohalarga qiziqishsa, umid qilamanki, mana hozir Iqboljonning berayotgan javoblari yoshlarimizga bir ilhom bag'ishlaydi va turli sohada, xohlagan soha, xoh u tibbiyot sohasi bo'lsin, xoh boshqa soha bo'lsin, Oksfordda o'qish mumkinligini mana ko'rib turibsiz. Oksfordga kirish mumkinligini, Oksfordda tadqiqot qilish mumkinligini va dunyoni o'zgartirish mumkinligini Iqboljon misolida ko'ryapsiz. Bo'sh kelmasdan o'qing va ota-onalarga maslahat, o'sha aytganingizdek, yoshlarni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Ha, to'g'ri. Magistratura bo'yicha so'raganlar ekan. O'zbekistonda eng ko'p o'z magistratura uchun kelishadi. Bakalavr yoki doktoranturadan ko'ra ko'proq magistraturaga kelishadi. Chunki unga kirish aytaylik imkoniyati ko'proq va qiziquvchilar soni ko'proq. O'zbekistondan shuning uchun ham ko'proq odam topshiradi. Shu sababdan ham Oksfordda shu vaqtgacha o'qiganlar eng ko'p magistratura o'qib ketganlar. Britaniyada magistraturaga kelishni yaxshi jihatlardan yana bittasi, magistratura bu yerda 1 yil bo'ladi. Ya'ni siz 2 yil to'lov qilishingiz shart emas, 1 yilda kelib, endi sal qisqa bo'lishi mumkin, lekin 1 yil ham anchagina muddat inson sifatida shakllanish, olim sifatida shakllanish uchun. Mayli, sizga yana bitta savol beray shu Telegramdan. Shohruh Boqijonov savol beradilar. Ilmiy loyihalar haqida batafsilroq so'zlab bersangiz. Ya'ni ularning amalga oshirilishi, universitet byudjetiga va UK, Britaniyaga hissasi va umuman insoniyatga hissasi. Ilmiy tadqiqot, siz boya birinchi savolimda tadqiqot komandamizga qo'shildim dedingiz. Menimcha endi bu o'sha ma'lum bir sohadagi tadqiqot loyiha, qayerdandir grant olingan, balki hukumatdandir, balki bir nechta joydan grant olingan bo'lishi mumkindir va o'sha aynan o'zingizni tadqiqot loyihangiz balki misolida umumiy tadqiqotlar haqida ozgina tushuncha bersangiz. Aynan meni birga ishlayotgan komandam balki omadli bo'lib qolgandirman. Juda ham vaqtida va juda ham to'g'ri komandaga to'g'ri kelib qolganman. Chunki birinchidan o'sha sun'iy intellekt uchun juda katta ma'lumot kerak va men kelishimgacha bo'lgan vaqt davomida ular anchagina ma'lumotni yig'ib ishlatish uchun tayyorlab qo'ygan edi. Va bundan tashqari, demak, universitetni eng ko'p nimalari jamiyatga, davlatga foydasi, budjetiga foydasidan biri o'sha spin-outlar deymiz, startaplar. Ya'ni universitetning o'zida har bir qilinayotgan doktorantura ishi potensial startap sifatida qaraladi va ular uchun juda ham ko'p support beriladi, qo'llab-quvvatlash beriladi. Bu aynan Oxford University Innovations tomonidan demak qo'llab-quvvatlov bo'ladi. Universitetning innovatsiyalar bo'yicha bo'limi. Va bizni komandamizda mendan oldingi o'qigan doktoranturani ilmiy ishi startap sifatida alohida ajralib chiqqan va hozir Oksfordda o'sha Caris Diagnostics deb turib kompaniya sifatida ish olib boradi va meni demak doktoranturamni bir qismini aynan o'sha kompaniyani o'zi qoplab beradi. Va bu nimaga? Bu qilayotgan ishimiz demak texnologiya sifatida shakllanib bo'lgandan keyin u kompaniyaga o'tadi va universitet va kompaniya tomonidan birgalikda demak jamiyatga ishlatish uchun va commercialize qilish uchun, ya'ni moliyalashtirish va umuman olganda bozorga olib chiqish desa bo'ladi. Ajoyib. Cambridge bilan Oxford, agar ko'rgan bo'lsalaringiz kerak, endi men reytinglar ko'p yomonlayman universitet reytinglarini, lekin oxirgi QS reytingida adashmasam Oxford universiteti 1-o'rinda dunyoda. Boshqa reytinglarda ham 1-3talik, 1-5talikka kiradi. O'sha Amerikadagi eng puli ko'p, eng boy, eng mashhur universitetlar, masalan Stanforddir, boshqasidir, Harvarddir. Ular bilan teppa-teng, hatto ulardan o'zib ketishini sabablaridan bittasi ham shu, aynan o'sha formula. Oxfordda ham bor bu narsa, Cambridgeda ham bor va boshqa universitetlarda ham ilmiy tadqiqot universitet darvozasini, universitet devorlarini ichida qolib ketmaydi. Mana hozir aytib o'tganingizdek, o'sha shu sohada ishlaydigan firmadir, kompaniyalar, startaplar universitetlar bilan juda yaqindan ishlaydi va universitetda nima bor? Universitetda o'sha miyalar bor. Va bu miyalarning qiladigan ishi keyinchalik o'sha bozorga olib chiqish, odamlarga olib chiqish hamkorligi juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Industrial partnyorство deymiz. Mana shu partnyorство juda kuchli ishlaydi.
va siz aytgandek, demak, fundinglar, grantlar bizni komandaga qayerdan keladi deydigan bo'lsak, davlat tomonidan ham kelgan. Juda ham ko'p foundationlar bor o'zi, British Heart Foundation va hokazo. Ana shu tomonlardan keladi. Fondlardan keladi va undan tashqari industriyani o'zi ham juda katta, demak, grantlar ajratadi turli xil proyektlarni amalga oshirishimiz uchun. Qiziqish bildiradi. Ya'ni bu juda ham istiqbolli soha bo'lgani uchun, menimcha hukumatlar boya siz Xitoy haqida gapirdingiz, ana Xitoy misli ko'rilmagan darajada sarmoya kirityapti bu narsaga va o'sha sarmoyani ortida nima turibdi? Albatta o'sha davlat o'zining manfaati turibdi. Albatta kompaniyalarni kiritadigan sarmoyasining ortida ham o'sha davlat o'zini, o'sha kompaniyaning o'zining foyda olish va hokazo manfaati turadi, lekin oxir oqibatda baribir hammasi yig'ilib insoniyatga xizmat qiladi. Chunki texnologiyalar bitta joyda chiqishi mumkin, ko'pincha g'arbda chiqadi, lekin baribir butun dunyoga keyinchalik foydasi tegadi. Va yana g'arb dedim, endi yana men ham o'zim dunyoni g'arb bilan sharqqa bo'lmay, g'arb bo'lishidan qat'iy nazar mana o'zimizni yigitlarimiz, qizlarimiz kelib o'qib, dunyoni turli nuqtalarida odamlar kelib, o'sha butun insoniyat uchun xizmat qilyapti bu narsa, shunchaki g'arb uchun emas. Ya'ni shunchaki UK uchun emas, savolga qaytadigan bo'lsak, hammaga xizmat qiladigan narsa, shu sababdan juda ham ajoyib narsa deb hisoblayman men buni. Iqboljon, yana bitta savol bermoqchiman. Siz mana hozir doktoranturaning 3-yilidaman dedingiz. Doktoranturadan keyin nimalar bo'ladi, nimalar bo'lishi mumkin? Shu narsa haqida ham so'ramoqchiman ozgina. Ya'ni kelajakda nima ish bilan shug'ullanasiz? Biron joyda, biron bir xususiy kompaniya yoki laboratoriyada ishlaysizmi yoki o'sha akademiyaga kirasizmi yoki ikkalasi hammi? Menimcha bizni ko'rayotganlarga juda qiziq bo'ladi bu narsa ham. Umumiy aytadigan bo'lsak, doktoranturadan keyin o'sha aytganimizdek doktoranturaning o'zi potensial startap hisoblanadi. Va agar startap qilib olib ketmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, uning imkoniyati bor va unga anchagina support bor. Yoki bo'lmasam industriyaga o'tsangiz bo'ladi, yoki bo'lmasam akademiyada qolib postdoc qilsa bo'ladi. Shaxsan o'zimda endi hozir industriyaga bir qator kirib chiqmoqchiman. Ya'ni umumiy holatda akademiyada qolish maqsadim bor. Lekin industriya bilan birgalikda ishlab R&D deymiz, ya'ni research and development. Asosan o'sha ilmiy ishlar qilinadigan joylari, kompaniyalarning o'zlarida. Shu joyga balki postdoc qilgan holatda parallelni ikkalasini qilaman yoki industriyaning o'zida urinib ko'raman. Endi albatta rizqimiz qayerda bo'lsa o'sha yerga ajoyib. Qiziqish, o'sha mablag', ya'ni funding va hokazo qayerda bo'lsa o'sha yerda bo'laveradi. Ilm qayerda bo'lsa o'sha yerda bo'laveradi. Ilm qayerda bo'lsa o'sha yerda. Ya'ni Oksfordni boya ham aytdik, eng ajoyib jihatlaridan bittasi ham shu aslida. Ya'ni olim odamga talab bor. Olim odamning qiladigan ishi agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, hamisha talab bo'ladi. Bu suhbatimizni xamir uchidan patir desak bo'ladi, chunki aslida reja bo'yicha biz Iqboljon bilan shunchaki qisqacha suhbatlashib, kollej haqida gaplashish edi, lekin mana savollarni berdik. O'zimni ham juda savollarim hali ham ko'p. Bitta ikkita savoldan juda ko'p mavzular kelib chiqyapti, juda ko'p suhbat qilish imkoniyati kelib chiqyapti. Xudo xolasa keyinchalik yana bemalol batafsil bularning hammasini yana gaplashamiz. Shu sababdan kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, iltimos obuna bo'ling. Universitetlar haqida, kollejlar haqida va eng muhimi qiziqarli tadqiqot va tadqiqotchilar haqida yana videolar juda ko'p qilish niyatim bor. Iqboljonga katta rahmat deb aytaman. Meni kollejlariga taklif qilib, sizlarga ham kollejlarni ko'rsatganlari uchun katta rahmat. Xudo xolasa bundan keyin hali yana suhbatlar uyushtiramiz. O'tirib bemalol bir piyola choy ustida tadqiqot haqida, hayot haqida, Oksford haqida, Britaniya haqida yana suhbatlashamiz. Rahmat kattakon, siz ham taklif qilganingiz uchun, mehmon bo'lib kelganingiz uchun. Katta rahmat.